Erkaklar go'zallik uchun emas, kuch uchun yaratilgan. Chiroyli yuz nigohlarni jalb qilishi mumkin, ammo faqat kuch bo'ysunishni ta'minlaydi. Go'zallik vaqt o'tishi bilan so'nadi, ammo kuch intizom orqali ortadi. Eng erkaklarni tashqi ko'rinish uchun emas, balki qanchalik chidagani, nimalarni zabt etgani va boshqalar qulagan paytda qanchalik sobit turgani uchun eslaydi. Zaif erkak qanchalik kelishgan bo'lmasin, singan bezak kabi chetga so'riladi. Ammo kuchli erkak hatto yarador va hayot sinovlaridan o'tgan bo'lsa ham boshqalar suyanadigan ustunga aylanadi. Tashqi ko'rinishning behuda ortidan quma bu borilar va yuzaki qadriyatlar uchun mos o'lchoq xolos. Erkakning qadr-qimmati uning qat'iyatida, tafakkurining o'tkirligida va irodasining qudratida o'lchanadi. Taxt go'zallarga emas, kuchlilarga tegishlidir.